Hurmatli obunachilar, House Mobile har doim eng yaxshi smartfonlarni videoda ko'rsatadi va biz har kuni 100 tadan ortiq smartfongacha khidmat qilamiz. Har bir smartfonimiz eng arzon narxda ekanligi, eng yuqori sifatda ekanligi va qo'shimcha kuchli takliflar bilan berishlikka va'da beramiz. Assalomu alaykum. Bugungi noyob smartfonlar sizlar uchun. Qaranglar. iPhone 3 ni eSIMlargacha o'tgan 128 98 absolyutno bitta nuqtasi yo'q yangisi. Qayerda ko'rgansiz $339 iPhone 3 ni, shunaqa yangi variantini. Biz sizga taklif etamiz. 128 100% batareykali, ta'kidlab aytish joiz. Bunaqa noyobini $285 agar sizda bo'lsa, men o'zim olaman. Ishoning, bunaqa narxlar optim narxlar. Eng qizig'i eSIMgacha o'tgan. eSIMga hozir 80-90 aytsa hisob qilishingiz kerak, to'lov qilishingiz kerak. Biz shundoq o'tkazib qo'yganmiz. iPhone 2 Pro ni eSIMlar o'tgan 128 97 $325. iPhone 1 ni 128 95 foizli buni imekasi o'tgan. Xudo xolasa smartfonning holati o'ta yangi sostenida $235 A+ segmentda. eSIMlargacha o'tgan iPhone 1 Pro ni 256 97 inshaalloh $275 даже o'zimizga keladi. Bunaqa narxda olish imkonsiz. Biz sizga esa optim bizga kelayotgan narxlarda qilib beryapmiz. Bunaqa smartfonni bittasini bunaqa narxga o'zimizdan ola olmaymiz, lekin biz sizga bittasini dastavkasi ham bepul holatda yetkazib beramiz. iPhone 2 Pro ni 256 97 foizli $405 ga A+ holatda eSIMlargacha o'tgan eksklyuziv variantda. Shu jumladan iPhone 3 ni bugun $325 ga eSIMlar o'tgan radnoy holatda 89% 128 talik. 6498 eSIMlar o'tgan $297 ga iPhone 1 Pro Max ni haqiqiy yangi varianti. $210 dan Note 20 ni haqiqiy yangi A+ segmentda bronzeviy rangi. Bu smartfonga teng keladigan smartfon yo'q, chunki bu Note seriyaning eng so'nggi mahsuloti bo'ladi. Note seriya esa premium klass bo'ladi. Aynan sizga xohlagan rangingizda 210 dan A+larni beraman. 190 dan A- beraman. S23 Fan Edition bu Galaxy'ning fanatlarini talablariga muvofiq salafalari darajada olinmagan, batareykalari moshniy, qizib ketmaydigan o'ta darajada moshniy, yoqimli modellarini bugun taklif etar ekanman. Bu smartfonlar eng qulay narxda $299 dan. Tasavvur qilyapsizmi? Snapdragon 8 Gen 1 chipiga ega S23 Fan Edition $400 smartfonlar qanaqa arzon narxda berilmoqda. Aynan $145 ga A- holatda S22 Plus, S21 ni esa $195 ga qilib beraman. iPhone 13 Pro ni esa 128 radnoy holatda $395 ga. iPhone 4 Pro ni eSIMlargacha o'tgan 128 87 foizli shunaqa ideal yangidek holatdagisini $510 ga qilib beraman. $429 ga yangidek saqlangan A+ segmentdagi S22 Ultra. Smartfonni 128 talik dual sim kartali varianti $515 ga. Flip 5 ni oldi to'laqonli displey bo'ladi. $400 $500 sotiladi. Aynan hozir chegirma narxda bor yo'g'i $290 ga. iPhone 2 Pro ni eSIMlargacha o'tgan 256 82 $320 ga. iPhone 11 Pro ni 256 94 $245 evaziga. iPhone 14 Pro ni eSIMlar o'tgan 128 97 narxi esa bor yo'g'i $539 dan. 13 Pro ni 256 GB 97 foizlisini $455 ga bilasiz. 470 480 sotamiz. Aynan bizda arzon 128 97. Xudo xolasa iPhone 6 Pro Max ni 256 96 qora eng to'g'ri tanlovni $949 ga. iPhone 13 Pro ni 128 97 $445 ga. S21larni A+larini 210 dan qilib beramiz. O'ta noyob, shunaqangi yumshoq, noyob ranglarda. Xiaomi 12X siz uchun chegirma narxda $265 ga. S22 Ultra'ning 512 talisi chegirma narxda bor yo'g'i $445 ga. iPhone 1larni aynan 64 GB 80 foizli yangidek holatda saqlangan variantda $210 evaziga. Smartfonda iPhone 2 128 97 285 ga. iPhone SE'ni saqlangan eksklyuzivini $129 ga 64 92 ga. 256 94 foizli iPhone XS ham Gold, ham 256 ham 94 ham narxi 128 dan arzon 185 ga. eSIMlar o'tgan iPhone 3 Pro ni 256 85 400 hurmatli obunachilar $439 ga. Tasavvur qilyapsizlar sizlarning narxlar arzonligini. Qo'limda yumshoq binafsha rangda salafallari darja olinmagan yangida $535 dan A+ segmentda
krem hamda qora rangli eksklyuziv variantdagi 23 Ultra smartfonlari. $255 A56 modelimiz. iPhone 4 Pro Max'ni $256.98 $550 evaziga 100 bellargacha original turibdi. $210 smartfonni iPhone 11 iPhone tanlashda eng to'g'ri tanlov bo'lgan model. iPhone 11 ni taklif etamiz. Biz sizga qulaylik ulashamiz. Biz sizga ishonch ulashamiz. Biz sizga sifat uyg'unligini ulashamiz. Biz sizga har doim qulaylik qilish maqsadida sa'y-harakatdamiz. Bu bizning asosiy filialimiz emas. Asosiy filialimiz inshaalloh birinchi filial va u filialdagi mahsulotlarni pastda Telegram havolada joylayman. Bitta ko'ringlar, rosa maza qilib ko'rasizlar. Juda zo'r chegirmalar, juda zo'r imkoniyatlar sizlar uchun.